Zilzila. Hurmatli fuqaro, to'satdan zilzila sodir bo'lsa, qanday yo'l tutishni bilasizmi? Bunga qanchalik tayyorsiz? O'zingiz va atrofingizdagilarni muhofaza qilishni to'g'ri tashkil etish uchun quyidagi rolikni ko'rib, ko'rsatmalarni eslab qoling. Bir boshidan boshlaymiz. Zilzilaga u sodir bo'lishidan avval tayyorgarlik ko'rib qo'ying. Buning uchun zilzila sutkaning istalgan vaqtida ro'y berishi mumkinligini yodda tutish. Har qanday holatga oila a'zolarini ruhan tayyorlash zarur. Xavfsiz chiqish yo'llarini belgilab, ularni bolalarga, oila a'zolaringizga oldindan ko'rsatib qo'ying va vaqti bilan repetitsiya qilib turing. Xonalardagi xavfsiz joylarni tanlab, oila a'zolarining barchasiga qayerda kim turishigacha tushuntirib qo'ying. Uydagi mebellarning yuqori polkalarida og'ir va shisha buyumlarni saqlamagan ma'qul. Xonalardagi shkaf, kompyuter joylashgan stol, stenka va boshqa ag'darilishi mumkin bo'lgan jihozlarni devorga mahkamlab qo'ying. Suv, gaz va elektr tarmoqlarini o'chirish moslamalarini sozligini tekshiring. Joylashgan o'rnini oldindan oila a'zolaringizga ko'rsatib, qanday ishlatishni tushuntiring. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan barcha vositalar doimo aptechkada bo'lishini ta'minlang. Bunda dorilarning yaroqlilik muddati va saqlash qoidalariga rioya qilishni unutmaslik lozim. Yotoqxonalarda ag'darilishi mumkin bo'lgan jihozlar bo'lmagani ma'qul. Kravatlarni lyustra tagiga yoki zilzila paytida tushib, sinib ketishi mumkin bo'lgan oynalarga qadab qo'ymaslik maqsadga muvofiq. Har bir xonadonda Favqulodda vaziyatlar vazirligi, qutqaruv xizmati, tez tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa avariya dispetcherlik xizmatlarining telefon raqamlari yozib qo'yilgan bo'lishi zarur. To'satdan zilzila sodir bo'lgan paytda nimalarga ahamiyat qaratishimiz lozim? Vahimaga tushmasdan o'zingizni osoyishta tuting. Bu orqali boshqalarga namuna bo'ling va atrofdagilarga yordam berishni rejalashtiring. Bir qavatli binoda bo'lsangiz, tashqariga chiqishni chaqqonlik bilan, atrofdagi xavf-xatarni hisobga olgan holda bajaring. Ko'p qavatli binolarda esa tashqariga yugurib chiqishga intilmaslik lozim. Zero, yuqoridan tushayotgan buyum yoki qismlar hayotingizga xavf tug'dirishi mumkin. Yaxshisi, zilzila to'xtaguncha bino ichida xavfsiz joyni egallab, o'sha yerda kutish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ko'p qavatli binolarning zinapoyalariga yugurib chiqmang va liftga kirmang. Chiroq o'chib qolishi, yong'in xavfsizligi signallari, qo'riqlash qo'ng'iroqlarining ovozi, sinayotgan idish tovushlari, yog'och g'ichirlashi, yiqilayotgan turli buyumlar tovushlaridan vahimaga tushmang va bularga ruhan tayyor bo'ling. Tashqarida turgan paytda tezlikda bino va elektr simlaridan xoli bo'lgan ochiq joyga chiqib olmoq lozim. Mashinada bo'lsangiz, bino va elektr simlari, ko'prik, turli quvurlardan chetroqqa chiqib, mashinani to'xtatib, zilzila to'xtashini kutib turing. Ana endi zilziladan keyin amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bilan tanishtiramiz. O'sha lahzalarda har birimiz osoyishtalikni saqlagan holda, eng avvalo zilziladan shikastlanganlarga tez yordam ko'rsatish, qattiq qo'rqqan, karaxt holatga tushib qolgan odamlarni tinchlantirish, yong'in xavfini bartaraf etish, zilzila zararlarini aniqlash va uni bartaraf etish tadbirlarini boshlashimiz kerak. Gaz tarmog'i, suv quvurlari, elektr simlarini diqqat bilan tekshirib chiqing. Hamma avariya holatlari haqida kerakli gaz, suv, elektr tarmoqlari xizmatlariga xabar qiling. Lekin bunda telefonni ko'p band qilmaslik talab etiladi. Ko'chadagi
yoki shahardagi turli talafotlar bilan tanishishga shoshilmaslik, ko'chalarni band qilmaslik lozim. Agar shoshilinch yordamga muhtojlar bo'lmasa, xavfli imoratlar ichiga kirmang, hatto yaqiniga ham bormang. Yangi silkinishlar ro'y berishi mumkinligini unutmaslik lozim. Mustahkam, pishiq va butun oyoq kiyimlaridan foydalaning. Aks holda shisha siniqlari, o'tkir predmetlar oyoqni kesib yuborishi mumkin. Turli kimyoviy moddalar, benzin kabilarning hidini sezganda, bu haqda darhol kerakli xizmatlarga xabar bering. Zilzila haqidagi qo'l telefonlariga jo'natiladigan SMS xabarlar yoki radiodagi ma'lumotlarni diqqat bilan tinglab, uning oqibatlarini bartaraf etish haqidagi ko'rsatmalarga qat'iy rioya qiling. Yana yangi yer silkinishlari, ya'ni aftershoklar ro'y berishi mumkinligini yodda saqlang. Birinchi yer silkinishida jabr ko'rgan binolar yoki ularning ayrim qismlari keyingi yer silkinishlarida qulab tushishi mumkin. Pechkalar, mo'rlarga shikast yetmaganini tekshirib ko'ring. Agar yoriqlar bo'lsa, ulardan foydalanmagan ma'qul. Og'ir buyumlar qulab tushishi mumkinligini inobatga olgan holda, eshik, derazalar va mebellarning eshiklarini ehtiyotkorlik bilan oching. Odamlarni qutqarayotgan, zilzila oqibatlarini bartaraf etayotgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, jamoat xavfsizligini ta'minlash xizmatlari, tez yordam xizmati xodimlari va boshqalarga qo'ldan kelgancha yordam bering. Shuningdek, har xil mish-mishlar va ovozalar tarqatmang. Unutmang, yuqoridagilarga amal qilish har qanday holatda ham o'zingiz va atrofingizdagilarni baxtsiz hodisalarni betalofat yengib o'tishida muhim ahamiyatga ega.